Başlasak shuncha yaxshi bo'lsa kerak. Hop. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. birodarlar, inshaalloh mana bugungi suhbatimizda uchrashib turibmiz. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bugungi o'tadigan sharhlaydigan hadisimiz quyidagicha. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Sizlarda nimadan qaytargan bo'lsam, nimadan nahiy qilgan bo'lsam, o'sha narsadan chetlaning, uzoqlashinglar deyapti. Va ma amartukum bihi, sizlardan nimaga buyurgan bo'lsam, nimani qilishingizni amr qilgan bo'lsam, bas u ishda qo'linglardan kelgancha, ya'ni qudratinglarcha qilinglar, amalga oshiringlar deyapti. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف على أنبيائهم. Sizlardan oldingi qavmlarda ularni ko'p so'rashliklari va o'z payg'ambarlariga ixtilof, ya'ni qarshi xilof chiqishliklari halok qilgan edi deyapti. Shuning uchun ham men sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, o'sha narsadan qaytingiz va nimaga buyurgan bo'lsam, imkon qadar imkoninglar boricha o'sha narsani qilishlikka harakat qilinglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar. Bu hadisda Buxoriy va Muslim, Imom Buxoriy Muslimlar chiqarishgan, ya'ni muttafaqun alayh hadis. Endi bu hadisda aytilishlik sababi bor. Buni Imom Muslim eslatib aytadiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam deydi, bir xutba qilib aytdiki, ya ayyuhan nas qad faradallohu alaykumul hajj dedi. Ey insonlar, sizlarga Alloh taolo hajni farz qildi, fahujju va haj qilinglar dedi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga haj qilishlikni farz qildi. Modomiki shunday ekan, demak haj qilinglar dedi. Shunda bir kishi turib so'radiki, ya Rasululloh, har yilimi dedi. Ya'ni har yili haj qilamizmi? Har yili haj qilishimiz bizga lozimmi? Deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, law qultu, agar ha deb aytsam, na'am, ha deb aytsam, la vajabat, vojib bo'lib qoladi dedi. Ya'ni agar men ha shunaqa har yili haj qilinglar deb turib bunga men rozilik beradigan bo'lsam, bu narsa vojib bo'lib qoladi. Lekin sizlar mastata'tum, bu narsaga qodir bo'la olmaysizlar. Ya'ni har yili haj qilishlikka qodir emassizlar dedi. Chunki oldinga nazar soladigan bo'lsak, u hajga borishlik uchun, ya'ni boshqa davlatlardan, boshqa mintaqalardan kelishlik uchun yo'l masofasi, yo'l qiyinchiligi va hokazo o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor edi. Endi bu kunda, hozirgi kunda ham bu qiyinchiliklardan forig' emasmiz, ammo lekin o'zgargan. Hozirgi kun qaraydigan bo'lsak, haj qilishlik uchun katta mablag' kerak bo'ladi va shunga o'xshagan bir qancha o'ziga xarajatlari bor. Bu narsani endi normal yashovchi insonlar ko'tara olmayapti. Inshaalloh Alloh taolo o'zi nusrati bilan bizga roshid xalifalikda bersin-da va kerak bo'lsa har yili haj qilishlikka imkoniyatlar yaratib bersin. Ya'ni hadisda mazmuni, ya'ni agar sizlarga har yili haj qilishlikni vojib qilib qo'yganimda, sizlar bu narsaga qodir bo'lmaysizlar dedi. Shunda Rasululloh sallam aytdiki, gapini davom etib, zaruni ma taraktum. Ya'ni sizlarga tashlab ketgan narsam qilinglar. Ya'ni sizlarga nimani tashlagan bo'lsam, o'sha narsani qilinglar. Fa innama halaka man kana qablakum. Ya'ni Imom Muslim tepadagi hadisga boshqacha lafzlar bilan rivoyat qilyapti. Sizlardan oldingilarni halok qildi. Nima halok qildi? Ularni ko'p so'rashliklari va payg'ambarlariga ko'p xilof chiqishliklari o'zlaridan oldingi qavmlarda halok qilgan edi demoqda. Faida amartukum bi shay'in, agar sizlarni men biron bir ishga buyursam, demak u ishni qo'linglardan kelgancha qilinglar dedi. Fa'tu minhum mastata'tum. Mastata'tum degani imkoninglar boricha, qudratinglar yetgungacha amalga oshiringlar degani. Va idza nahaytukum an shay'in, agar sizlarni biron narsadan qaytarsam, fada'uhu, bas uni tashlanglar, ya'ni uni
qilmanglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyuryapti. Ya'ni demak tushunib oldikki, hadisda qayerda aytilgan desa, o'sha haj payti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdir. Qachonki xutba qilayotganda haj farz bo'ldi deganda, bir kishi har yilimi deb turib so'ragan. Har yil haj qilamizmi deb turib bir qancha savollar so'ragandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni aytgan: "Men sizlarga mana buyuryapmanmi? Tamom, shuni qilinglar. Nimadan qaytargan bo'lsam, o'sha narsadan qaytinglar, nimani buyurgan bo'lsam, imkoniylar qadar shu ishni qilishga harakat qilinglar" deyapti. Agar hajda bir yilda bir marta qila oldingmi, qil. Agar har yili qila olsang, har yili qil deb Rasul sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyapti. Endi bu yerda bir savol chiqadi. Birinchi savol: ko'p so'rashlik shunda gunoh bo'lyaptimi yoki yomonlikka keltirib chiqyaptimi yoki bizdan oldingilarda halok qilganiga biz ham ko'p so'rashlikdan halok bo'lamizmi? Bu tushunishlik qiyin tabiiyki. Chunki biz bir amalni qilmoqchi bo'lsak, albatta uni hukmini so'raymiz. Xo'p, mana bu holatga tushib qolsak-chi, tahorat olayotganimizda suv bo'lmay qolsa-chi, xo'p, tayammum, yer mana bo'lib qolsa-chi, yer najas turgan bo'lib qolsa-chi, shunga o'xshagan har xil savollarni so'raymizki, to'g'ri tiniq bilib olaylik. Mana bu narsa nazarda tutilyaptimi desa, yo'q, bu narsa emas. Bu hadis olimlari aytadiki, bu hadisda madomiki inson amal qilishlik uchun, Alloh taologa itoat qilishlik uchun, Alloh taolo yuklatilgan farzni amaliga oshirishlik uchun so'rayotgan bo'lsa, bu ish yaxshi ajr oladi bu ishiga. Ammo lekin ba'zi bir insonlar yoki bizdan oldingi qavmlar kabi Alloh taoloning buyrug'idan qochishlik uchun yoki bahonalar to'qib turib bu buyruqdan chetlanishlik uchun agar so'rayotgan bo'lsa, savollar so'rab, har xil savollar so'rab turib qilayotgan bo'lsa, mana bu narsa nazarda turilyapti. Bu narsaga eng yaxshi misol nima desak, Banu Isroil qavmi tushadi bunga. Qachonki ularga mol so'yishlik buyurilganda, Alloh taolo mol so'y, bitta mol so'yinglar dedi. Ammo lekin ular nima dedi? Rangi qanaqa, belgisi qanaqa, yoshi qancha deb turib har xil savollar so'radi. Hattoki Alloh taolo aytadigan Baqara surasida ular qilmaslikka oz qolgan edi. Ya'ni iloji borsa qilmay qo'yishardi shu ishini. Ammo lekin Alloh taolo ularni majbur qildi shu ishni qilishlikka. Mana bunday so'rashlikda aytayapti. Ya'ni ularning maqsadi unday bo'lib qolsa-chi, qizilmikin, oqmikin, umikin, bumikin deb turib Musa alayhisolamga har xil savollar berishdi. Natijada o'zlari xarob qilguvchi qavmlardan bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani nazarda tutib aytayapti. Agar sizlar ham amal uchun emas, balkim shu ishdan, buyruqdan, farzdan qochishlik uchun so'rayotgan bo'lsanglar yoki qilmaslikka qanaqadir bir dalil yoki bir holat istamoqchi bo'lsanglar, mana bu narsalarni halok qiladi, deyapti. Endi ikkinchi gapi, ularni payg'ambarlariga xilof chiqqanliklari. Ya'ni payg'ambarlarga xilof chiqqanliklarini halok qilibdi. Ya'ni payg'ambarga xilof chiqishlik, payg'ambar bir narsani olib kelganda, u narsani qabul qilmaslik. Bu narsa ham ochiq misol ko'rinib turibdiki, Musa alayhisalom ularga buyurdi, Alloh taolo tomonidan kelgan buyruqni, ammo lekin ular qilishmadi. Hattoki bunga misollar ashancha payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan ham bo'lgan bu ishlar. Endi ko'p so'rashlikda yana bitta ko'rinishligi bor. Bu ham bir qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketmoqchimanki, ko'p so'rashlik yana bir shu narsa bani anglatadiki, agar ya'ni haligi voqea bo'lmagan narsa, ya'ni hali bo'lmagan narsa haqida so'rashlik bo'lib, bunday bo'lib qolsa-chi, agar mana bu holatda bo'lib qolsa-chi deb turib, ya'ni hali bo'lmagan narsa xususida so'raladi. Buni asosan ijtihodiy masalalarda ishlatiladigan gaplar bo'ladi. Shunda ya'ni shu narsa ham nazarda tutilyapti. Hali bo'lmagan narsa xususida so'rashlikcha ulamolar mana bu narsaga dalil keltiradiki, sahobalar deydi, sahobalardan bittasi mana Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, agar undan biron bir masala xususida so'ralganda, ya'ni biron bir masala kelib so'rardi ekan. Bu bo'ldimi? Ro'y berdimi bu voqea debchi? Agar yo'q, ro'y bermadi, hali bo'lmadi desa, bo'lmasam qo'yavering, bo'lsin, keyin gaplashamiz der edi ekan. Yoki yana bitta misolda Masruq degan bir odam o'tgan, olim o'tgan. Mana shu olim Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu dan so'radim, deyapti. Bir narsa haqida so'radim. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytibdiki, bu narsa bo'ldimi debdi. Bo'lganmi desa, yo'q, bo'lmadi debdi. Bo'lmasam, bo'lgungacha kutib turaylik. Bo'lgandan keyin ijtihod qilamiz degan ekan. O'zi fikrimizni ijtihod qilib sizga aytamiz degan ekan. Ya'ni bu yerdan ko'rinib, mana aytayotgan gaplarimizdan ko'rinib turibdiki, ya'ni ko'p so'rashlikda yana bir murod, yana bir maqsad bo'lmagan narsa xususida so'rashlik. Haligi Imom Abu Hanifa rahimahullohdan ham so'ralganda bo'lgan narsa haqida gaplashaylik, bo'lgandan keyin agar qilsak bo'lsa keyin kelib so'raysizlar deb jo'natib yuborgan. Ya'ni mana bu narsani ham tushunsak bo'ladi bir tarafdan.
Endi hadisdagi asosiy e'tibor qaratishligimiz kerak bo'lgan joy, birodarlar, Rasul sollallohu alayhi vasallam bizni nimadan qaytargan bo'lsa, o'sha narsadan qaytmoqligimiz kerak. Rasul sollallohu alayhi vasallam bizni nimaga buyurgan bo'lsa, o'sha narsani imkonimiz boricha qilmoqligimiz kerak. Yana bir hadisda qiziqarli bir nuqtasi bor. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, yana bir bor o'qib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti: "Ma nahaytukum anhu", sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, fajtanibuhu, undan chetlaninglar dedi. Endi ikkinchi gapga qaranglar. "Va ma amartukum bihi", endi sizlarga nimani buyurgan bo'lsam, fa'tu minhu mastata'tum, imkoninglar boricha, qo'linglardan kelgancha, qudratinglar yetgancha u ishni amalga oshiringlar deyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, men sizlarga biron narsani buyurganimda, agar buyursam, qo'linglardan kelgancha amalga oshirishga harakat qilinglar deb. Ya'ni qudratinglardan kelgancha degan so'zni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishlatdi. Arab tilidagi mastata'tum deb. Ammo lekin nahiy qilayotganimda u narsani ishlatmadi, ya'ni. Qachonki men sizlarga bir narsani qaytarsam, chetlaningiz dedi. Imkoninglar boricha chetlaninglar, qudratinglar yetguncha chetlaninglar demadi. Mana shundan kelib chiqib turib ulamolar aytadiki, agar aksariyat biz kiratilgan buyruqlarni qaraydigan bo'lsak, misol uchun namoz o'qishlik bu farz, to'g'rimi? Farz. Agar sog' salomat bo'lsak, turib namozimizni o'qiymiz. Agar tura olmay qolsak, oyoqlarimiz og'riyotgan bo'lsa yokida har xil holatlar bo'ladigan bo'lsa, agar imkonimiz o'tirib qilishlik bo'lsa, o'tirib bajaramiz har ikki narsani. Agar yotib umuman o'tirishlikka imkonimiz bo'lsa, yotib bajaramiz. Mana ro'za tutyapmiz. Ro'zada agar og'rib qolsak, kasal bo'lib qolsak, holimiz yomon bo'lib qolsa, shariat ruxsat berganki, biz o'sha kuni ro'za tutmaymizda va boshqa kuni bir kun yana qo'shib tutib qo'yamiz. Ya'ni imkonimiz boricha biz farz amallarni bajarishlikka harakat qilamiz. Ammo lekin qaytaruvlarda, harom ishlardan tiyilishlikda bunday yo'l yo'q. Misol uchun, men afsuslar bo'lsin, atrofimizda harom ish qilayotgan qancha odamlar bor. Tiyilmaysanmi, qilmaysanmi desak, endi harakat qilyapmiz u deydi. Sekin-sekin bo'ladi deydi. Yo'q, bunaqa emas. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qudrating yetgungacha nimadan nahiy qilgan narsalardan, qaytargan narsalardan tiyil degani yo'q. Tiyil dedi. Yokida Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda o'qib berganimda, fa iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum, agar sizlarga biror narsani buyursam, qudratinglar yetguncha o'sha ishni bajaringlar dedi. Agar sizlarni bir narsani qaytarsam, fada'uhu dedi. Da'uhu degani tashlanglar degani. Undan chetlaninglar, qoldiringlar degani. Imkoning yetgunigacha bir muddat, bir vaqt demadi. Ya'ni bir narsadan qaytardimi bo'ldi. O'sha zahot o'sha narsadan tiyinglar dedi. Ammo lekin buyruqlarda o'zi ko'rinib turibdiki, biz imkonimiz boricha bajarishga harakat qilamiz. Ba'zi imkonimiz bo'lmagan paytlarda Alloh taolo bizga bo'lgan rahmati ila izn berib qo'ygan, ruxsat berib qo'ygan o'rinlarda ruxsatidan foydalanamiz. Ammo lekin nahiylarda unaqa emas. Ulamolar aytadiki, ya'niki buyruq qilishlik deydi, haqiqatda bir amalni bajarishlik bu imkonga bog'liq, imkonga suyangan bo'ladi, imkonga qaratilgan bo'ladi. Ammo lekin nahiy u hali qat'iyatli qudratga qaratilgan emas, qudratga bog'langan emas. Nahiy bo'ldim, o'sha narsadan tiyilishligimiz kerak bo'ladi har qanday holatda. U xuddaki narigi buyruq kabi imkonim yetgunigacha o'r, qudratim yetgunigacha o'r degan gap o'tmaydi. U faqatgina shu buyruq, ya'ni amrdagina bo'ladi deyiladi. Xo'p, shuni ham eslatib o'tmoqchi bo'ldim. Endi yana bir mana bu hadisdan juda ham ko'p olimlar tushungan narsani aytib beramanki, mana bu hadisda ko'rinib turgan, zohir bo'lib turgan narsa shuki, birodarlar, Rasul sollallohu alayhi vasallamning so'zlaridan biz harom narsalardan tiyilishlik va Alloh taolo farz qilgan narsalarni, buyurgan narsalarda qilishligimizga chaqiruv bo'lyapti. Hattoki bitta misol keltirib beraman. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytayaptiki, la raddu daniqin min haramin afdal min 100,000 tunfaqu fi sabilillah. Daniq deb turib, haligi juda ham bir kichik pulga aytiladi. Bir chaqa deb qo'yadi biz o'zbekchadachi. Bir chaqalik pulni haromdan tiyishlik, haromdan qaytarishlik Alloh yo'lida ihson qilingan 1000 ta dirhamdan ko'ra yaxshiroqdir deydi. Ya'ni agar siz bir chaqa pulni haromga ketishlikdan qaytarsangiz, haromga ketib qolishligidan ana narsadan to'sib qolsangiz, bu yerda nafl, endi ihson qilishlik nafl u. Bu yerda 1000 dirham, minglagan dirham, 100 minglagan dirham ihsoningizdan ko'ra mana bu afzalroq bo'ladi.
Ya'ni bu yerdan tushunilib turibdiki, bir haromdan chetlanishlik mingta nafldan ko'ra afzalroqdir deyapti. Xoh u harom kichik bo'lsa ham, katta bo'lsa ham. Yana bir Umar ibn Abdulaziz aytgan bir mashhur gaplari bor. Aytadiki, "Laysatit taqwa qiyamal layl va siyaman nahar." Bu taqvo Allohdan qo'rqishlik, bu kechalari qoyim turib namoz o'qib, kunduzlar ro'za tutib yurishlik emas deydi. ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله وإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. Lekin taqvo, haqiqiy taqvo qachon desa, Alloh taolo farz qilgan narsalarni ado qilishlik va harom qilgan narsalarda tashlashlik, tark etishlikdir deydi. Agar bu narsa jiddiy, ya'ni yaxshi amal bilan, jiddiy amal bilan bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshilik ustiga bo'lgan bir yaxshilikdir deb turib aytib marhamat qiladilar. Xullas, xulosa qiladigan bo'lsak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamda ushbu aytib o'tgan hadislarimizdan tushunganimiz harom narsalardan chetlanishlik va farz bo'lgan, biz bo'ynimizga farz narsalarda qilishlik, harakat qilishlik va bu narsada biron bir bahonasiz unday bo'lsa-chi, bunday bo'lsa-chi, bularda hammasi Alloh taoloning qazosi va bizga bergan taqdiridir. Misol uchun mana hozirgi kunda ko'rib turibmizki, musulmonlar har joyda zulm ostida, zolimlar tomonidan xohlaganicha zulm, xohlaganicha qiynoq ostida qolishyapti. Demak, mana bular to'xtatadigan, yer yuzida adolatni keltiradigan va yer yuzida islom shariatini qoyim qiladigan albatta bir davlat bo'lmoqligi kerak ekan. Mana bu davlatni qilishlikda ko'rib turganimizdek har qanday qiyinchiliklar bor. Mana qamashlik, urushlik, qiyinchilik va hokazo va hokazo va hokazo. Endi qamalib qolsamchi, u bo'lsachi, bu bo'lsachi, undaychi, bundaychi deb turib o'zimiz aldab ertaga Alloh taolo oldiga o'zimizga o'zimiz zulm qilguvchilardan bo'lmaslik uchun biz Alloh taolo bizga mana bu narsani farz qildimi? Meni dinim bilan, men senga bergan shariatim bilan hukm qil dedimi? Bo'ldi. Mana bu narsaga harakat qilmoqligimiz kerak, ortiqcha gapsiz. Agar bu yo'lda qiyinchilik uchraydigan bo'lsa, bu Alloh taoloning qazosi, taqdiri. Biz uni hech qachon bilmaymiz. Nechta odamlarni ko'ryapmiz, mashalloh Allohga da'vatlar qilyapti, qiyinchilik kelmadi. Ammo lekin bir inson chiqadi-da, bitta-ikkita gapiradi, qamalib ketadi. Demak, ko'rib turibmizki, bu hammasi Alloh taoloning har bitta insonga berib qo'ygan taqdiri. Albatta bu yo'lda musibatlar, qiyinchiliklar keladi, qiyinchiliklarga uchraymiz. Xuddi bizdan oldingi, hattoki insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Rasul sallallohu alayhi vasallam uchragani kabi biz ham albatta uchraymiz. Lekin bularni o'ylab unaqachi, bunaqa bo'lib qolsachi deb biz shular bilan o'zimiz aldab turib, haqiqiy farzdan bo'ynimizga ko'targan narsani qochishlik bu juda ham katta bir gunoh bo'ladi. Mana bu narsani aytib bermoqchi edim. Umid qilaman tushunarli bo'ldi. Tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat birodarlar.
Allah razı bo'lsin aka. Rostini aytganingizdek, dunyoni qaysi chekkasiga, olamni qaysi chekkasiga qaray, men albatta fahsh, fisq, fasod uh, juda ham ko'payib ketdi. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarni ichida ham bu narsa bor, yo'q emas. Lekin mana bu narsaning yechimi ham bor. Ya'ni umumiy tarzda hozirgi yashab turgan jamiyatimizni isloh yoki o'zgartirishlik uchun islom yer yuzida qoyim va Alloh taolo ahkomlarini tatbiq qilinmoqligi kerak. Endi Alloh taoloni yer yuzida, ya'ni umuman islomda hayotimizni tatbiq qilishlik uchun yoki Alloh taolo shariati yer yuzida qoyim bo'lishligi uchun albatta buni juda ham ko'p gaplashib o'tganmiz, yana takror aytamiz. Bir davlat sifatida bir hokim bo'lishlik kerakki, toyinki Alloh taoloning hukmini, Alloh taoloning shariatini yer yuzida tatbiq qilsin. Rasul sollallohu alayhi vasallamni hayotiga qaraydigan bo'lsak, siz xuddi hozirgi hayotimiz Rasululloh sallam paytidagi Makka davridagi hayot kabi edi. U yerda ham buzg'unchilik, buzuqliklar, fisq, fasod, fahish fasod hamma narsa bor edi. Hozir nimainki aytmang, uni o'sha joyda topardingiz. Ammo lekin Rasul sollallohu alayhi vasallam risolatda Alloh taolo dinini yer yuziga yoyishlik bilan, tatbiq qilishlik bilan nechta qiyinchiliklardan o'tib, islomiy davlat tiklab, mana bu narsani yo'q qilib bartaraf etdi. Va qanaqa holatda edi-yu arablar, qanaqa holatga o'tib qoldi. Bu narsaga tarix yaqqol isbot bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, arablar eng past insonni eng yuksak insonga aylandi. Ular yuksak qilgan narsa nima edi? Albatta islom edi, shariat edi. Fisq fasodlarni yo'qotgan kim edi? Islom va shariat edi. Zinokorlarni, fohishalarni, o'g'rilarni, fosiqlar tiyib qo'ygan nima edi? Alloh taoloning qonunlari edi. Tabiiyki endi mana bu qonunlarni tatbiq qiladigan, qonunlarni ijro etadigan bir davlat bo'lgan edi. Demakki, bizga ham mana bu narsa avtomatik tarzda farz bo'lib qolyapti. Nimaga? Chunki Alloh taolo butun insoniyatga, xususan musulmonlarga din bilan, islom dini bilan yashashlikka buyurilganmiz. Islom dini hayotimizda qoyim bo'lishligiga buyurilganmiz. Demak, islom dinini to'laligicha komil hayotimizda ishlatishligimiz uchun yoki tatbiq qilishligimiz uchun albatta bir davlat bo'lishi kerak. Demak, davlat tiklashlik ham, ya'ni xalifalik tiklashlik ham farz bo'lib qoladi. Endi biz aka mana bu narsaga harakat qilmoqligimiz kerak. Ya'ni Alloh taoloning shariatini yer yuzida tatbiq qiladigan. Siz aytib o'tgan hozirgi kundagi fosiqu, fohishayu, o'g'ri hammasini fisq-fasod keltirib chiqarayotgan har bitta manbani yo'qotadigan, bartaraf etadigan bir davlat tiklamoqligimiz kerak. Mana bu narsaga harakat qilmoqligimiz kerak qo'limizdan kelgancha. Chunki biz bu narsaga buyurilganmiz. Imkonimiz boricha deb nimaga ta'kidlab aytyapman? Ertaga Alloh taolo oldiga borganda ham sen meni shariatimni yer yuzida qoyim qilishlik uchun harakat qilding desa, ha. Imkoning borichami deganda ham, ha, imkonim boricha harakat qildim deb aytishlik uchun. Mana shunda hozirgi ko'rib turgan jamiyatdagi bo'layotgan fisq fasodlar hammasi to'xtaydi inshaalloh. Shu meni javobim, agar qo'shimchalar bo'lsa. Güzel savollar bo'lsa mikrofonni yongan beraverasizlar, eshitishadi. Menda savol bor edi, birodar. Mana shu olimu omi jamiyatdagi har bitta mo'min musulmonlarni qatlamida jamiyatda yashayotganlarda bu ishga, ya'ni munkardan qaytarish, ma'rufga buyurishlikda javobgarlik shariat oldida bir xil bo'ladimi
yoki olimlar, mansab, lavozim boshqaruvda turganlardagi javobgarlik og'irroq quyi tabaqaga qaraganda shunday bo'ladimi? Shariat bunga qanday javob qiladi? Hop aka, olim bo'lishlik ham yoki olimlik maqomiga erishishlik ham bu juda ham bir katta mas'uliyatdir aka. Mas'uliyat qancha kattagani sari javobgarlik ham shuncha kattayadi. Tasavvur qilaylik, oddiy bir misol keltiraman. Olim inson nima yaxshi nima yomon ekanligini biladi-da, ko'rib turadi, ma narsa xato, ma narsa noto'g'ri, ma narsa to'g'ri, ma narsa xato ekanligini ko'rib anglab turadi. Va kerak bo'lsa noto'g'ri narsani bartaraf etishlik uchun va to'g'ri narsani qoyim qilishlik uchun ham imkonlari bo'ladi. Olimlarda ham. Endi kuch egalari yoki lavozimda turganlar qo'l ostida oz bo'lsa hammi, ko'p bo'lsa hammi kuchi bo'lganlar mana bu narsalarga islom muqaddaslari poymol bo'lishligiga, musulmonlarning zulm ko'rishligiga indamay bir chekada qarab turishligi, xoh olim bo'lsin, xoh bir hokim bo'lsin, ularda javob og'ir bo'ladi oddiy om xalqlarga nisbatan. Chunki ya'ni bilmaydigan odam men bilmayman deydi va bilishlikka harakat qilmaganligi uchun javob beradi Alloh taoloning oldida. Xo'p, sen nimaga o'rganishlikka harakat qilmading? Senga aql berdim, zakovat berdim, har narsa berdim. Bilishliging mumkin edi deydi va e'tiborsizlik uchun javob beradi. E'tiborsiz bilmaganligi uchun javob beradi. Lekin bilib turib bu narsaga ko'z yumgan insonning javobi albatta og'ir bo'ladi. Chunki uni boshqa uzuri yo'q. Men qo'rqdim, menga azob kelishlikdan qo'rqdim, oilamga, o'zimga va hokazo desa, yuqorida aytib o'tganimizdek, olimlarga rahmat bo'lib kelgan zot payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamga qanaqa og'irlar keldi, qanaqa qiyinchiliklar keldi. Undan keyingi sahobalarga qanaqa qiyinchiliklar keldi. Mana bu narsalarning oldida unga kelgan qiyinchiliklar hech narsa bo'lmaydi. O'zimda oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, haligi bir ish buyurdingizda ikkita insonga bittasi biladi, bittasi bilmaydi. Haligi bilmaydigan xato qilib kelsa, men bilmadim, men bilmadim, men bilganimcha qildim desangiz, unga nisbatan sizni tanbihingiz ozroq bor. Lekin mo bilib turib xato qilgan bo'lsa, sen bilarding-ku deb turib haligi insonga qattiqroq dakki beramiz, qattiqroq tanbih beramiz. Chunki u bilardi-da. Qanday qilishlikni, qanday amalga oshirishni bilardi. Ammo lekin mo inson bilmardi, u bilmaganligi uchun, bilishlikka harakat qilmaganligi uchun javob beradi. Ammo lekin mo inson bilib turib xato qilsa yoki bilib turib noto'g'ri narsani ko'rib indamasa, buni javobi tabiiyki og'ir bo'ladi. Shuning uchun shariatda ham mas'uliyat qancha kattaygani sari javobgarlik ham shuncha qattiq bo'ladi. Bir misol keltiraman. Umar radhiyallohu anhu deb bilamiz. Umar radhiyallohu anhu xalifada qanaqa bo'lgan? Islom bunday yashnaganda katta fathlar bo'lgan, kofirlar titrab turganda, hattoki shayton ham narigi mahalladan o'tar dedi. Ya'ni shunaqangi kuchli odam bo'lgan, tartib intizomga, shariatga, Alloh taolo qonuniga shunaqangi qattiq qaraganda, Alloh u kishidan rozi bo'lsin. O'sha kishi aytgan ekan, agar deydi qiyomat kuni bo'lganda osmondan bir farishta tushib turib, hamma jannatga kiradi, faqat bitta inson jannatga kirmaydi desa, o'sha inson men bo'lishdan qo'rqaman deganda. Ya'ni qanday deb o'ylaysiz, shuncha harakat qilayotgan, islom uchun jonini fido qilayotgan, u qilayotgan, bu qilayotgan sahoba shunaqa deb turibdi. Hozirgi kunda bir kattaroq, bir ko'proq, bir yaxshi amallar, sadaqa, ihson bilan qilgan insonga haligi dicha nito gapirib qo'ysangiz, o'zi haligi siz noto'g'ri ketasiz-da. Lekin shunaqa buyuk sahoba shunaqa deb turibdi. O'sha bitta inson men bo'lishligimdan qo'rqaman deydi. Va juda ham ko'p tarixlar yoki Umardan oldingi insonlar shohid bo'lganki, juda ham mana bu mas'uliyatni qattiq qaraganlar. Chunki buni javobi og'ir. Nimaga misol uchun imomlikka o'tishlikdan ba'zi insonlar o'zini tortadi desangiz, bilgan inson, chunki agar imomlikka o'tganingizda orqangizdagi insonlar xato qilsa, xato sizga borib tegadi-da. Agar gunoh qilsa, gunoh sizga borib tegadi. Shuning uchun imomlikka o'tishlik ham, oddiy namoz imomlikka o'tish ham bir mas'uliyat. Endi tasavvur qila oling, qo'lda kuchi, imkoniyat bo'la turib, ilmi, bilmi bo'la turib, mana bunday bo'layotgan voqeliklarga indamasdan qarab turishlik yoki mana bu narsani undan ham yomoni ta'vil qilib
o'sha zolimlarni, xoinlarni maqtab, tarafini olib gapirayotgan insonni ahvoli qay ahvolda bo'ladi? Alloh taolo tahvil qilguvchilarda haqni bilib turib botilni gapirganlar yoki haqni yashirganlarda yoki yolg'onlikka shohid berganliklarda juda ham og'ir tanbehlar bilan tanbehlagan va ularga qattiq azob bor ekanligini va nima va'dasini bergan. Shunaqa aka javobim tushunarli bo'ldimi inshaalloh. Jazakalloh xo'p. Guzarda zapisi o'chiq ekan-a? Ha, bo'ldi. Bemalol beraverasizlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nurmuhammad birodar, savol bormidi? Akalar, yaxshimisizlar? Bu dunyodagi eng yaxshi akalarim, ukalarim, yaxshimisizlar? Alhamdulillah, Allohga shukr. Yaxshimiz, tushunasiz? Ha, Allohga shukr akalar, omizlar, tinchmisizlar? O'zi bir yer yuzida o'zi bir sanarli anaqa. Shu jamoat qoldi xolos o'zi. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sheshilaga. Abdulloh akazlar. Akalar, sizlar chaqigan azamat assalom. Ha, akajon yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi. Muhammad erkin xotirani nima deyapti? Aka, bashi ulan olmay qoldim men o telegramimni haliga milisiyada solgandek bo'ldi, o'chirib yuborib qaytib tiklana olmay qoldim. Hozir bir minut. Bo'lyapti. Bir minut. Mavzuni bo'ldi birodarlar, men eshitmay qoldim ba'zi. Zo'rmi? Marhamat. Mavzu aka Rasul sallallohu alayhi vasallamning bir hadisini sharhi bo'ldi. Asosan Rasul sallallohu alayhi vasallamga Rasululloh sallam qaytargan narsadan qaytishlik joyida va buyurgan narsalarini imkon qadar qudrat yetgancha amalga oshirishlik sarlavhasidagi mavzu bo'lgan edi. Inshaalloh. Aziz aka, hadisni gruppaga tashlab qo'ysangiz ham bo'laveradi inshaalloh. Juda yaxshi mavzu ko'tarildi. Shu hadisga aloqador, shu hadisni sharhiga bog'liq to'g'risida savollar bo'lsa, Abdulloh Telegram birodarlar mavzuni tugatdilar, savollarga javob berdilar. Marhamat, savollarni beraverasizlar. Güzel. Qaysi hadis ustida bo'ldi? Abdulqodir hadisni matni bilan bir eslatib yuboralasizmi? Marhamat. Albatta aka.
Hop, aytib beraman ham bir sira, yana takror bo'lib qolsin inshaalloh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Nimadan sizlarni qaytargan bo'lsam, o'sha narsadan chetlaningiz, ya'ni qaytingiz. "Va ma amartukum bihi" va nimaga buyurgan bo'lsam, fa'tu minhu mastata'tum. Imkoninglar boricha, qudratinglar yetgancha o'sha narsani qilingiz. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف على أنبيائهم. Sizlardan oldingi qavmlarni ularni ko'p so'ragan ko'p savollari va payg'ambarlariga bo'lgan xiloflari, ya'ni xilof chiqishliklari halok qilgan edi. Shunday ekan, siz men buyurgan narsani imkonlar boricha qilingiz va men sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, o'sha narsadan tiyilingiz degan hadislari edi. Matnini, hadis matnini chatga guzarga tashlab qo'yilibdi. Bu xato o'qib olinaveradi. Tafakkur birodar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keling. Va alaykum assalom akam, akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Alaykum assalom va rahmatullohi. Telegram Guzar, mavzu bo'yicha savollar yo'qmi? Menda qisqacha mana shu mavzu to'g'risida ozgina fikrim bor edi. Shuni bilishim bo'ldi. Ovozlari yaxshi eshitilyaptimi? Telegramda emodagilar. Eshitilyapti. Abdulloh birodar, marhamat, bismillah. Qo'shimchalar bor ekan. O'zi bu hadisdan ma'no umumiy qilib javob berib qo'yib, fikrimni bildirib qo'yib. Payg'ambar alayhissalom mana shu hadisga aloqador yana bir hadisni marhamat qilgan Alloh xonim. Men sizlarga omonatni tashlab ketyapman. Ya'ni Qur'on asrlar. Shuni mahkam ushlashlar, albatta najot topasizlar deb marhamat qildilar. Endi Qur'on sunnatni mahkam ushlashlik qanday bo'ladi? Uni payg'ambar alayhissalom bizga omonat qoldirdi. Va uni hayot davomlarida Qur'on va o'zini hadis tariqat sunnatini qanday amalga oshirdi? Allohning hukm buyruqlarini, o'zini sunnat tariqat yo'llarini. Bu juda katta mavzu. Nimaga deganda kecha yaqinda Ramazon oyi kelib kelganda musulmonlar o'rtasida ixtilof paydo bo'ldi. Hadisda mahkam inson Allohdan qo'rqar. Mo'min musulmonlar nima qildi desa, Allohga taqvo qilib, hadisga amal qildi. Chunki Rasululloh marhamat qilmaganlar. Boya siz keltirgan hadis nimasi ma'noga boradi? Abu Hurayra roziyallohu anhudan keltirgan hadis. Va hozirgi aytgan hadisni mashina kelib taqaladi. Manzili bitta. Xulosa, natija nima bo'ldi desa, agar mana bu hadis 1400 yil oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marhamat qilingan bo'lsa, qiyomatgacha u hadis o'zgarmaydi va shunga biz amal qilamiz. Shoyat matni bilan biz taqvo egalaridan bo'lib, Allohning rahmatiga erishib qolsak, taqvo qilishga harakat qilamiz. Faqat taqvoli bo'lishga Rasululloh sunnatiga amal qilishga harakat qilganlar. Alloh ajrini bersin. Oyni ko'rib, sunnatga muvofiq Ramazon oyida ro'zani tutishni boshladi. Hadis turganda muftiy, yo diniy idora yoki bir shayx alloma
agarlar mana shu hadisga asoslanib fatvo chiqargan bo'lsa, ergashamiz. Agar hadisga zid fatvo chiqargan bo'lsa, bir hafta 10 kun oldin e'lon qilib, 10 kun ro'za degan bo'lsa yo'q. U alloma shayx bo'lsa ham, yo'q, hatto mustaqil bo'lsa ham. Mana hadis harakat o'zgarmaydi qiyomatgacha. Biz bunga berilganmiz. Ramazon oyi ro'zasini tutishimiz. Mana nima bo'ldi desa, Payg'ambar alayhissalomga marhamat qilgan bitta hadisda hayotga bog'lab turib, tadbiq qilib turib, shunga amal qilgan. Payg'ambar alayhissalom mana shunga berganlar. Endi umumiy boya bitta hadisda aytdim. Uramas. Ovoz menga kelmay qoldimi yo kelmay qoldimi? Tugat. Abdulloh tugatdingizmi fikringiz? Ha, tugatdilar. Mikrofonlar o'chirildi. Men Tugatdilar. gaplarini nima qildim? Eshitishga harakat qildim, faqat oxirgida shu bo'linib qoluvdi. Savol berdilarmi yoki fikr bildirdilarmi? Yo'q, fikrlarini bildirdilar, savol bermadi. Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh gaplaringiz boshini aytdim, mana shu oxirgisini tugatishingizni eshitmay qoldim. Alloh rozi bo'lsin aka. Alloh ajringizni bersin. Inshaalloh ziyodasi bilan. Bo'lmasam boshqa birodarlarimda savollar, qo'shimchalar bo'lmasa, bugungi suhbatimizga nihoya qilamiz inshaalloh. Hop. سبحانك اللهم وبحمدك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر وخير ولا تجعله مجلس لغو ولا إثم واغفر لنا ما كان فيه من خطأ أو زلل إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الله كمان أستر برادرlar الله